Assalomu alaykum. Akademik litseyga hujjat topshirayotgan 9-sinf bitiruvchilari diqqatiga ushbu videorolikda sizga akademik litseyga qanday qilib ariza topshirish haqida o'rgatib o'tamiz. Birinchi bo'lib my.edu.uz saytiga kirib olamiz. Mana bu yerda mana my.edu.uz sayti. Hop, saytga kirib olganimizdan keyingi qilayotgan ishimiz burchakda o'ng tomonda kirish tugmachasi bor. O'shani bosamiz. Kirish tugmachasini bosganimizda bizga telefon raqam so'raydi. Bu yerga telefon raqamimizni yozamiz. 978 telefon raqami yozganimizdan keyin davom etish tugmachasini bosamiz. Hop, davom etish tugmachasini bosganimizdan keyin ro'yxatdan o'tish bo'limi chiqadi. Bu yerda agar siz ID karta, ya'ni pasport olgan bo'lsangiz, pasportingizning orqa tomonidagi 14 talik JSHR raqamini va tug'ilgan yilingiz, oyi va kunini kiritasiz. Agar sizda pasport emas, guvohnoma bo'lsa, guvohnoma bo'limi tanlanadi va birinchi guvohnoma seriyasi. Guvohnoma seriyasi har xil ko'rinishda bo'ladi. Ko'pchiligimizda ISU bo'ladi. O'sha ISU bo'limi tanlanadi. ISU deb yoziladi. ISU chiziqcha bosh harflar bilan. Keyingisida guvohnoma raqami. Guvohnoma raqamini ISUdan keyin 7 ta raqam bo'ladi. Hop, keyin tug'ilgan oy, yil, kun. Masalan, mana bu abituriyentimiz 2009-yil 30-aprelda tug'ilgan. Hamma ma'lumotlar kiritilgandan keyin davom etish tugmachasi bosiladi. Hop, bu yerda sizning telefoningizga kod keladi, ya'ni edu.uz saytidan 4 talik kod keladi. Ve 4 talik kodni kiritib olamiz. 7720. Hop, keyin parol yarating deydi. Parolni o'zimiz xohlagan ko'rinishda parol yaratishimiz kerak. O'zingizda esda qolarli parol bo'lishi kerak. Buning uchun katta A harfi, hop, biz katta A harfi 4/5, pastdagi ham xuddi o'sha narsa takrorlanadi. Katta A harfi 3A 5. Bu yerda siz o'zingiz xohlagan parolni kiritasiz va tasdiqlash bo'limi bosiladi. Tasdiqlash bo'limi bosganda biz hozir qo'ygan parolimizni kiritamiz. Ya'ni katta A 1 2 3 ta kichkina A 4/5. Bu yerdan ko'z tugmachasini bosib parolni